O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi 2024-yil 27-dekabrdagi 2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to'g'risida 490 sonli buyrug'iga asosan joriy yilning 10-14 noyabr kunlari Infolib O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markazida haftalik doirasida axborot kutubxona sohasi mutaxassislari va foydalanuvchilari uchun turli tadbirlar, tanlovlar, seminarlar, davra suhbatlari, kitob ko'rgazmalari, videoroliklar, uchrashuvlar, treninglar, kitob taqdimotlari tashkil etilmoqda. Infolib O'zbekiston bu milliy axborot kutubxona haftaligi bo'lib, mamlakatimizda axborot va kutubxona sohasini rivojlantirish, innovatsiyalarni joriy etish va kitobxonlikni targ'ib qilishga qaratilgan yirik loyiha hisoblanadi. Joriy yilning 10-noyabr kuni Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyati axborot kutubxona markazida viloyat kutubxonasi hamda Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markazi, Jizzax Politexnika instituti axborot resurs markazi va Pedagogika universiteti kutubxonasi mutaxassis xodimlari ishtirokida O'zbekiston Milliy kutubxonasida Infolib O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligi va Yangi O'zbekiston kutubxonachilari sun'iy intellekt orqali yuksak marralar sari yosh kutubxonachilari 5-forumi ochilish marosimida Zoom platformasi orqali ishtirok etildi. 10-noyabr kuni O'zbekiston Milliy kutubxonasida yosh kutubxonachilar 5-forumi doirasida sun'iy intellekt orqali yuksak marralar sari mavzusida seminar trening bo'lib o'tdi. Yangi O'zbekiston kutubxonachilari sun'iy intellekt orqali yuksak marralar sari shiori ostida bo'lib o'tayotgan yosh kutubxonachilar 5-forumi O'zbekiston yoshlarining intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan bo'lib, yangi O'zbekistonimiz taraqqiyoti intellektual qudratiga ega yoshlarimiz qo'lida ekanligi isboti sifatida tashkil etilmoqda. 10-noyabr kuni O'zbekiston Milliy kutubxonasi Infolib O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligi doirasida taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Milliy kutubxonasi direktori Umida Teshabayeva O'zbekiston Milliy kutubxonasi hamda axborot kutubxona markazining kitob fondi turli adabiyotlar bilan yanada boyitish, keng jamoatchilik o'rtasida kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish, kelajak avlodning tarixiy ma'lumotlarini yetkazishga qo'shayotgan ulkan hissasi hamda fidokorona sa'y-harakatlari uchun bir qator tashkilot va nashriyotlar, yozuvchi va shoirlar, olimlar va jamoatchilik vakillariga O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan tashakkur bildirildi. O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligiga siz aziz kitobxonlarimizni Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markazida kutib qolamiz.